haqiqat ekanda, qarang, ona qornida уже adasini yaxshi ko'ryapti. Endi qizlaringiz nechta o'zi shunda? 3 ta qizingiz bor. Bu 4-tinchimiz. Yo'q. Ya'ni kechqurun qotib qoladi-da, dadasi ushlagandan keyin qo'yib yuboradim. Voy jonim. Anu gap rost ekanda, значит, adalarni birinchi bo'lib adasini ovozini taniydi degan gaplar bo'ladi-yu, qotib qoladi, sizga ham og'riq beradi-da shunda, to'g'rimi? O'zi aslida ona qornidaligida bola sezarkan oilasidagilarni unga nisbatan mehri qanaqa bor yo'qligini. Qarang, shu qorningizda turib adasini mehrini sezyapti bolangiz. Hayratlanarli. Juda ham qiz bola o'zi dadasiga mehribonroq bo'ladi-yu har doim. Bu narsa ona qornidaligida boshlanar ekan. Men hozir hayron qolyapman. Qoyil, молодец. Так что odajonlarga eng mehriboni ham o'zi qizlar bo'ladi. Tug'ilgandan keyin-ku aytmasa ham bo'ladi. O'zi ona qornida o'zi mehrini bildirish boshlar ekan. Молодец. Bu narsani oldin ham eshitdim. Yana isbotida bu.